Insoniyat tarixidagi birinchi qotillik kim tomonidan qanday amalga oshirilgan? Kecha shu haqida savol bergandim. Bugun o'zimning shaxsiy fikrimni javobini aytaman. Videoni oxirigacha ko'rib bo'lgandan keyin fikringizni pastda yozing. Lekin o'rtasiga yoki chala ko'rib tanqid qilmang. Tanqid qilish uchun sizga ilmiy yondash kerak bo'ladi. Bunga aniq faktlar bilan gapirib o'tishingiz kerak bo'ladi. Mabodo bironta joyda xato qilsam, to'g'rilab qo'ying. Mabodo agar bironta joydan o'tib ketsam agar, birinchi savol bering. Mana shu haqda siz qanday fikrdasiz deb. Agar men javob bera olmasam agar, keyin tanqid qilishingiz mumkin. Aks holda rozi emasman. Xo'p. Gap shundaki, juda ko'pchilik tadbirkorlarimiz biznesni noldan boshlash uchun aka nimaga ahamiyat berish kerak deyshadi. Men deyman, birinchi tarixdan o'rganishimiz kerak. Chunki o'qish uchun birinchi alifboni bilishimiz kerak. Kecha bu haqida eslatib o'tgandim. Ikkinchi video bo'lganligi uchun yana bir marta takrorlayapman. Undan keyiniga birdan maqsadga o'tib ketamiz. Bu videolarimiz har kun chiqib ketadi. Bilmadim, 1 oy ketadimi, 2 oy ketadimi, lekin mukammal bugungi kun taraqqiylashgan biznesgacha olib kelamiz. Tarixdan boshlab bugungi zamonning biznesi qanaqa bo'lishligi haqida gaplashib o'tamiz. Boshi sal zerikarlidek ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin inshaalloh men umid qilamanki, 2-hafta, 3-haftadan ancha narsani tushunishni boshlaysizlar. Yaxshi gumonimiz shundan. Xullas, insoniyat tarixida Alloh odam atoni yaratgandan keyin uni qiyshiq qovurg'asidan Havoni yaratdi. Havo onamiz qiyshiq qovurg'adan yaralgani uchun ham deyshadiki, ayollarni o'z holiga tashlab qo'ymanglar, ular qiyshayib ketadi. Ularni to'g'rilashga urinmanglar, sindirib qo'yishingiz mumkin deb. Shuning uchun nozik ularga to'g'ri muomala qilib, adolatli boshqarib turish kerak deb aytishadi. Odam ato hamda Havo onamiz yerga tushilgandan keyin ularni farzandlari bo'ladi. Farzandlari Qobil bilan Hobil bo'ladi. Ularni har bittalarini egizak singillar bo'ladi. O'sha davrda har bitta tuqqan farzandlari egizak sifatda keladi va o'sha vaqtning sharoitida, shariatida mana shu kelgan egizaklar biri ikkinchisini egizakka uylanishga ruxsat berishadi. Masalan, Qobilning egizak singlisi uni olishi mumkin emas, lekin Hobilning singlisiga uylanishi mumkin bo'ladi va shu tariqada insoniyat nasli ko'payishni boshlanadi. Qobilning egizaki juda ham chiroyli bo'ladi, lekin Hobilniki unchalik emas. Mana shu yerda birinchi marta insoniyatga hasad paydo bo'ladi. Ya'ni Qobil o'zining singlisi chiroyli bo'lgani uchun Hobilning singlisiga uylanishi kerak bo'lganligi sabab ham Hobilga nisbatan hasad qiladi. Insoniyat tarixida birinchi hasad jannatda iblis tomonidan odamga nisbatan hasad qilingan bo'lsa agar, yer yuzida birinchi hasad Qobil Hobilga nisbatan bo'ladi. Keyinchalik mana shu hasad qilganligi uchun ularga qurbonlik qilish amr qilinadi. Qurbonlik qilayotganda Qobil dehqon bo'ladi, Hobil esa chorva bilan shug'ullanadi. Qobil o'zini o'sha dehqonchilikdan ortgan meva sabzavotlarning eng chiriganini kelib qurbonlikka qo'yadi. Hobil esa chorvadan eng baquvvat qo'yini olib kelib qurbonlikka qo'yadi. Qurbonlik qilishda Qobilniki qabul qilinmaydi, Hobilniki esa qabul bo'ladi. Mana shu yerda Qobil hasad qilib Hobilni kelib o'ldiradi. Qobil Hobilga nisbatan qo'l ko'targanda, Hobil men senga qo'l ko'tarmayman deydi va oqibatda Qobil o'z ukasini urib o'ldiradi. Ukasini o'ldirib bo'lgandan keyin murdaga qarab o'tirganda bir qarg'a Allohning fazli bilan keladida, ikkinchisi bilan ikkita qarg'a urushadi. Urushib bitta qarg'a ikkinchisini o'ldirib qo'yadi va Allohning fazli bilan yer tuprog'ini unday qazib olib, ikkinchi qarg'ani o'sha yerda ko'madi. Ustidan esa tuproqni tashlaydi. Mana shu yerda Qobil bu holatni ko'rib, men inson bo'la turib, odam bo'la turib, nechog'lik bitta ukamni hattoki ko'mmadim deb, shundan ibrat olib o'z ukasini ko'madi. Ya'ni ko'mishlikni ham insonga Allohning o'zi o'rgatib qo'yadi. Keyinchalik esa Qobil qilgan ishidan qo'rqib sohil tomon qarab qochib ketadi va Hobil o'z qavmida qoladi, Qobil esa boshqacha qavmda shakllanadi. Qavmlar ikkiga bo'linadi. Mana shu yerda insoniyat tarixida birinchi qotillikni Qobil qilgan hisoblanadi va unga shunaqa tamg'a tushadi. Ya'ni qiyomat kunigacha har bitta qilingan qotillikka Qobil sababchi bo'ladi. Ya'ni 2-jahon urushidanmi yoki hozir qayerdadir urush bo'layotgan bo'lsa va u yerda qurbonlar bo'layotgan bo'lsa agar, ana shu har bitta bo'layotgan qotilliklar uchun Qobil sababchi bo'ladi. Nima uchun bu gaplarni aytyapman? Aksariyat hollarda tadbirkorlar biznesni foydali yoki zararli tomonlarini o'lchab chiqishadi, lekin u jamiyat uchun qay darajada foyda beryapti yoki zararli bo'lyapti, buni o'ylashmaydi. Jamiyat uchun foydali, o'zi uchun ham foydali bo'lgan taqdirda ham bu biznesni o'zi joizmi, nojoizmi degan
savol berish kerak. Mana shu savollarga to'g'ri javoblarni topib, joiz va nojoiz, foydali va zararli tomonlarini aniqlab bo'lgandan keyin bir kasbni ushlashsa yoki bir biznesni boshlashsa agar, men o'ylayman bu durust bo'ladi. Bundan xulosa shuki, inson bir biznes qursa, u biznesi insonlarni, u yerda keladigan mijozlarni hayotini yaxshilanishiga, u yerda ishlaydigan xodimlarni hayotini yaxshilanishiga, jamiyatni obod qilishlikka agar xizmat qilib bersa, jamiki mana shu yaxshiliklarning hammasiga o'sha biznesni qurgan inson sababchi bo'ladi. Hayoti davomida ham, vafot etganidan keyin ham biznes qancha necha yillar davomida agar faoliyat yurgizsa, barcha o'sha yaxshiliklarga u ham teng bir xil sherik bo'lib turadi. Aksincha, agar u biznesdan yomonlik chiqib turgan bo'lsa agar, doim u biznes bor bo'lguncha barcha yomonliklarga ham o'sha biznes egasi sababchi bo'lib turadi. Shuning uchun ham birinchi kasbni, biznesni boshlashdan oldin yaxshilab o'rganib oling. Bu ishingiz jamiyatning foydasiga, u yerda ishlaydigan xodimlarni hamda keladigan mijozlarni hayotini yaxshilanishiga sababchi bo'ladimi yoki yomonligiga? Bu meni fikrim, bu meni nazariyam. Bunga siz amal qilishingiz shart emas. Bu 100% to'g'ri degan gap emas. Buni o'zingiz ishonadigan insonlar bilan, ahli ilmlar bilan, obid insonlar bilan gaplashib aniqlab olinglar. Meni vazifam faqat o'zimni mana shu e'tiqodimda, o'zimni nazariyamda bo'lgan ma'lumotlar bilan bo'lishish. Unga amal qilishlik yoki yo'q, bu sizni ixtiyoringizda. Videoni endi biznes boshlamoqchi bo'lgan do'stlaringizga ulashib qo'yinglar va o'zlaringiz ham agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib olinglar. Chunki bundan keyin savol javoblarimiz yana qiziqarli bo'lib ketadi. Bu hali boshlanishi. Aytganimdek, biznesni alif bo'lsa, o'qishni o'rganganimizdan keyin yanada qiziqarli bo'ladi. Bugungi endi beradigan savolimiz esa insoniyat tarixidagi birinchi zino qanday qilib bo'lgan va qayerda bo'lgan? Mana shu haqda pastda fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Videoni ulash esa esingizdan chiqmasin.